Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda 4 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Undan oldin birinchi sizga mana buni tushuntirib yuboray. Master включатель. Yoqsiz, o'chirsiz, hamma narsa o'chib yonadi, xolodilnikdan tashqari. Juda ham ajoyib решение. Remont qilayotgan bo'lsangiz, mana shuni обязательно qilib keting. Podest eshigidan kirganda kattagina zonamiz bor. Ko'rg'isi oynali zona, tokchalarimizni, shitlari hammasi domofонlar shetga joylashtirilgan. Chap qo'ldan boshlaymiz. Chap qo'limizda oshxona, razvojnoy eshikdan kiriladi, oynali. Juda ham katta, keng, yorug' qilingan, hamma texnikalari bor. Televizorlargacha hamma narsasi ilib qo'yilgan. Tak, bu yerda ovqatlanadigan zonamiz. Kvartiramiz absolutni yangi, Yakkasaroy tumanida joylashgan, 8-radom orientir. Dream House nomi surgan, shunda orqasida ikkita podyezdli dom, zakrytiy dvor deb bemalol ayta olaman. 4-qavatda joylashgan, 108 kvadrat metr. Mana eshikning rangi bitta baho berasiz. Cho'q rang tanlangan ekan, juda ham ajoyib. Ko'rib turganingizdek, xo'limiz ham juda ham katta, xonalar bir-biriga yaqin emas. Bemalol kirib chiqib yursa bo'ladi. O'ng qo'limizda kattagina shkafimiz. Prixoshkaga qo'yilmagani mana shu kattaroq qilib yasalgan, kiyim idish uchun. Birinchi spalniyadan boshlaymiz, marhamat. Spalniyamiz shunda kirganda chiroyli anaqa spalniyalari, dars qiladigan zonalari, tokchali, hamma narsasi akkuratni qilingan. Kartinka, konditsioner hamma joyga ilingan, ko'rayotganingiz shtorkalargacha bor. Mana rangi necha baholı ekan. Turkmanskiy stil ekan, adashmasam, boshqacha chiqqan ekan, opti ham rasmlari bor. Undan keyin xonamizda zal, mehmonxona, marhamat, o'tib ko'rsatsangiz bo'ladi. Zalimizda mягкий zona qilingan. Ovqatlanib o'tirish uchun bemalol oshxonada ovqatlanib o'tirsa ham bo'ladi. Kattagina televizorlarimiz, bambuk panel remontdan chiqarilgan, chiroyli qandillarimiz ham hammasi akkuratni qilingan. Kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Kvartira haqiqatan puliga arziydigan remontda qilingan ekan. Birinchi uyimizdagi sanuzul bu yerda vanna qilingan, chap qo'li kattagina shkofli tokchalarimiz va kir mashinalari, hamma narsasi akkuratni joylashtirib ketilgan. Tak. Endi kattalar yotoqxonasiga o'tamiz, marhamat. Kattalar yotoqxonasi ikki tomonlama chiroyli qilib shkof qilingan. Orqalari yumshoq matodan foydalanishgan ekan, ikkita kishiga mo'ljallangan. Spalniyamiz ota-onalarga, ya'ni. Konditsioner xuddi shunaqa make-up zona bo'yinadigan va televizorlargacha ham alohida qilib qo'yilgan. Va o'zining ichida alohida sanuzul bor albatta. Hamma narsasi akkuratni qilingan. Bu yerda dushovaya kabina ishlatilgan. Endi oxirgi yotoqxonamiz, marhamat. Bu ham katta yotoqxonasi bo'ladi, chunki razmerlari juda ham katta, ko'rib turganingizdek. Hamma narsasi akkuratni qilingan. Tak, bu kvartiramiz sotilyapti, Yakkasaroyda bo'ldik. Hamma xat hujjatlari, hamma narsasi tayyor holatda. Shunda bir kunni nomingizga oformit qilib olsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa ishonchli joylardan uy sotib olish kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizga aloqaga chiqsanglar, hammasini hal qilamiz. Salomat bo'ling.